Men Safarboyev Jamoliddin, Yangibozor tumani No'ruz mahallasida xizmat qilaman. Temirchilik sohasida ishlayman. Temirga ishlov berish, payvandlash, shu ishlar qilaman. 1 yil bo'ldi bu ishni boshlaganimga. Menga kerakli uskunalar, instrument olishim uchun Agrobankdan mahalla loyihasi bo'yicha imtiyozli kredit oldim. Ishimni rivojlanishini, ishimni kengaytirishimga yordam berdi. Shu instrument oldim. Shu evvel şu 2-3 adam bir instrumentda ishlasa hozir har kimda bir instrument, har kimda payvandlar. Shogirdlarim ham yengillik bo'ldi. 2 dona shogird oldim hozir. 3 adam o'zimiz band qilib ishlab turibmiz, kengaytirdik. Shu ertalabki 9 dan kechqurungi 7 gacha ishlaymiz. Asosiy naveslar qilamiz. Eshik yasayman, darvoza, kachila yasayman, kachilalardan ko'p yasab sotganmiz. O'zimiz rayonga Urganchga sotganmiz ko'p. Erta bahorda zakaz zo'r bo'ladi kachilaga. Hamma oladi, ko'pchilik oladi. Arzon ham bor. Mavsumga qaramaydi, qishin yozin hammaga kerak narsa. Temir eshik, darvoza hammaga kerak. Qurilish hozir hamma joyda qurilish bo'lyapti. Yo'q, ishim qiyinchiligi yo'q. Shu ishni sevib qilsangiz hech qanday qiyinchiligi yo'q. Qiziqqanman temirga. Har xil narsalar yasaganman. Stol, kichkina diski, ankelchaklar yasaganman. Shular qiziqib, shu sohaga kirib qo'yganman. 1 yil oldin ham qilardim. Bir bekor payti yasardim, o'zim uyimga yasar edim. Hozir уже kasb qilib oldim o'zimga. O'rgandim, chuqurroq o'rgandim shu hunarni. Shu o'zim yasab, chiroyli narsalar yasab sotib, keyin talab ko'paydi. Instrumentim bor edi, svarka apparatim bor edi, boshqa narsam yo'q edi-da. Asta pul ishlab olib, bankadan kredit oldim. Qo'shimchasini instrumentlar olib kengaytirdim. Xudo xolasa, bundan ham kengaytirish niyatim bor. Akvasix ochish niyatim bor qo'shimchasiga. Internetdan ko'raman har xil dizayn, chiroyli dizaynlardan yasayman. Stullar, naveslar masalan. Raqobatchilarim yo'q deb bo'lmaydi, raqobatchilar yerda raqobat bor, raqobat bor yerda o'sish bo'ladi. Raqobatchilar bordan, shulardan eldiroq yurish kerak. Men dizaynni yarataman, shu o'zim internetdan ko'rib, qo'shimchasini nelar qo'shib, dizayn yaratib qilaman. Уже masalan 5-6 dona, 10 dona zakaz qilgandan keyin уже bular ham shuni qilib boshlaydi-ku, men уже boshqa dizaynga o'tib ketaman-da. Уже undan ham zo'rini, chiroylisini o'tib ketaman. Chiroyli qilib yasaysiz, odamlar ko'rib quvonadi. Qo'shnilari keladi, ko'radi, ko'zi qizadi, havas qiladi. Men ham yasataman, hammasi telefon nomerida olib qoladi. Odamning o'zida intilish bo'lsa, qiziqish bo'lsa, shu sevib ishlasa bo'laveradi. Endi hozir 2 ta shogirdimga 4 milliondan oylik beraman. O'zimga qoladi bir 8 million, 10 million oyga. Hozirgi davr uchun zo'r. O'zim uyimda kirib chiqibman. Rossiya borman, boshqa joyga borman, даже rayondan chiqibman. Shu yerda zakazlar yetarli. Instagramga qilib borgan ishlarimni tashiyman-da. Toshkentdan telefon qiladilar. Kel, ammo instrument kerakmidi? Instrumentlar bor dedi, kel dedi, yasab berib ket shunaqa navesdan dedi, darvozadan dedi. Samarqanddan telefon qiladi, masalan, Samarqanddan ustalar ko'p-ku. Qiladi, chaqirishadi. Shu shu yerda zakazim yetarli. Bu yoqqa borishga hojati yo'q. Shu yerda rayonda yetarli. Birinchi boshda eshik yasab o'rganganman-da. Eshik yasab Instagramga 1-2 ta qo'ydim, like bosdilar, odamlar kommentariy yozdilar, zo'r, молодец deb. Tanishlarim, do'stlarim. Shu tashab уже o'zim ham shu sohaga, temirchilikka kirib ketgandan keyin уже shu qilgan naveslarim, hamma narsani, kachilalar masalan, har xil narsa, eshik, darvozalar hammasini tashab boraman hozir. Odamlar ko'radi, katalog ko'radi, menga shundan zakaz qilaman, shu necha so'm deb pullarni so'rab yozishib internetdan. Endi oson ishda o'zi yo'q, qiyinchilik, hamma ishda qiyinchiligi bor. Ko'zingiz og'riydi, svarkada ko'zni og'ritadi. Ochkisiz ishlaydigan paytlar bo'lib qoladi-da. Ochki taqdim deb o'ylaysiz, taqman bo'lasiz. Svarka urasiz, ko'zingiz oladi, shu kechasi bilan og'rib chiqadi. Shunday qiyinchiliklari bor. Asosiy boshqa unday qiyinchiligi yo'q. Endi men shunday menga boshqa birga bilmadim. Men sevib ishlagandan keyin qiyinchilik yo'q umuman. Boshda oshpazlik qilganman. Men sekin
ertalab obedgacha oshpazchilik qilib, tayyorlab, shashliklar, zagodovka qilib, somsalar yopib, obeddan keyin bekorchi bo'lib qoldim-da. Svarka apparat olib, sekin-sekin ana kichkina детский kachilar olib, shunday kachilar yasadim. Shundan уже asta-asta rivojlanib ketdi, qiziqib kirib ketdilar shu uchun. O'zini ustida ishlash kerak, sevib qilish kerak ishini. Qaysi kasb bo'lsam, qanaqa hunar bo'lsam, sevib qilsa, shu me'yorni yetirib qilsa, уже uni usti o'chib bo'ladi-da, уже navbat kutib o'tiradi odamlar. Yo, pulni o'zi kelmaydi. Kutib o'tiradi. Menga ham qilsam, shu qachon bo'lasan, 1 oydan keyin bo'laman, qachon bo'lasan, 2 oydan keyin bo'laman, kutamiz deydi. Bo'lsa Xivadadan bor ustalar, hunarmandlar ko'p, temirchilar ko'p Xivadadan. Xonqadadan ko'p. Temirchilar ko'p, Qo'shko'pirdan ko'p. Joy yasaganlarimni olib borib ko'rsataman. Klient kelsa, hammasi shu rayonni o'zida olib borib ko'rsataman birin-biri. Diplomi yo'qmi? Hunar o'rgan dedi prezidentimiz. Hunar o'rganish kerak. Sevib o'rganish kerak. Bo'lgan. Prosta pul uchun emas, chuqurroq o'rgansa o'zi pul kelaveradi.